Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, sizlar bilan Javohir. Navbatdagi zakazimiz 11 komplekt offline o'yinini ko'taradigan sborka Qo'qon shahriga. Davom etamiz hurmatli tomoshabinlar. Demak, Beshariqqa Darqaynar degan joyga keldik. Demak, podolga tushaverishda ikkita xonasi bor. Bu yerda menimcha bilyard bilan PlayStation bo'ladi. İkinci xonamizda mana kompyuter xona bo'ladi. Demak, kompyuterni olib kelib mana tushirdik. Ana endi o'zi ustanovka jarayonini boshlab yuboramiz. Hurmatli tomoshabinlar, bu sborkamiz arzon sborka hisoblanib, atiga $230 bir komplekt. Ya'ni 10 tasi $2300 bo'ladi. Ustanovka qilish va administrator kompyuterlari bilan yo'q bir $2800 ga tushyapti. Hop, nimaga arzon va nimaga bunaqa kompyuter o'rnatyapmiz? Chunki hali ham ko'p shaharlarda Counter Dota offline o'yin o'ynashadi klientlar. Ya'ni kiradigan odam Counter Brawl o'ynab o'tirsa, bu yerga bir $1000-$1500 kompyuter qo'yish hojati yo'q. Shuning uchun arzon sborka kompyuterlarni olib kelib qo'yib, hozir ham pul ishlasa bo'ladi. Demak, shu tarzda kompyuterlarni mana olib kelib o'rnatib, polni ishlatib beramiz. O'yinlargacha polni ishlatib, qanday qilib boshqarishlarni ham o'rgatib qo'yamiz. $3000-$4000 pulingiz bo'lsa, bizga murojaat qilaverasiz. Arzon 10 talik kompyuterlarni qo'yib, keyinchalik topgan pulingizga yana qimmatroqdan qo'yib, kompyuterxona ochib olish imkoni bor. Shuning uchun vaqti bo'y bermasdan hozirdan ochishga harakat qilsanglar, qishda mana sezon boshlanadi. Pullarni topib olishinglar mumkin. Demak, hurmatli obunachilar, juda ham ko'p savol berishadi. Svet qancha edi, arenda qancha qoplaydimi? Bu biznesda kuniga 400 ming, 500 mingdan topsangiz, bir oyda 30 kun bo'lsa, 30 kundan bir 5 kunini rasxodga olib tashlasangiz ham 25 kun chista qoladigan biznes. Bu tikkan pulingiz ham kerak bo'lsa, 2-3 oyda o'zini qoplab chiqarib beradi. Hech qaysi biznesda bunaqa emas. Shuning uchun shoshilinglar hurmatli obunachilar. Qilib beramiz, murojaat qilaverasizlar. Qimmatroq variantlari ham albatta bor. Hamma ma'lumotlar Telegram kanalimizda bo'ladi, tepadagi, yuqoridagi va quyidagi nomer bo'yicha aloqaga chiqishingiz ham mumkin. Hozircha xayr.